Bor bitta shunaqasi. Qo'limdagi bu mahsulot qo'shmalak hisoblanadi. Tarkibi toza tabiiy narsalardan tayyorlangan. O'sma mineral va xnadan foydalanilgan. Men yaqinlarim uchun sovg'aga mana shu qo'shmalakni tanladim. O'sma rangidan 2 dona xarid qildim. Sababi mani buvijonim ham doimo qoshlariga o'sma qo'yib yuradi. Ushbu qo'shmalak bilan endi qishda ham o'sma topish muammo bo'lmaydi. Hozir test qilish uchun men ikkala rangini ishlatmoqchiman. Bitta qoshimga jigarrangi va bitta qoshimga qora rangini ishlataman. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Ishlatishimizdan oldin qoshni yaxshilab yog'lardan tozalab olamiz. Har qanday meyk-up narsalardan ham tozalashimiz shart. Qo'shmalakni ochganimizda ichidan shunaqangi cho'tkasi chiqadi va qo'shmalak mahsulotimiz. Uchidagi sharikchasini olganda ichida mana shu cho'tkasi kiradigan hajmda joy bo'ladi. Mana rangga botirib oldim. Endi har doim qoshimizni bo'yagandaqa qilib chiroyli qoshimizga shakl berib olamiz. 3 minutgacha agar xohlasangiz undan ko'proq ham qoldirishingiz mumkin. Biroz kutaman va keyin artib tashlayman. Ko'ryapsizlar? Qoshni ortida tabiiy iz qoldiradi. Xuddi salonda bo'yatganingizdaqa. Endi jigarrang rangidan foydalanib ko'ramiz. Yaningizdan so'ng o'zingiz yoqtirgan fiksator bilan qoshlaringizni tarab olishingiz mumkin. Malak mahsulotini originalini siz Vidora kosmetika do'konlaridan topishingiz mumkin. Pastda opisiyaniyada ularning raqamlari va manzillarini qoldiraman. Onajon va buvijonlaringizni, opa-singillaringizni mana shunaqangi sovg'a bilan xursand qilishga shoshiling. Mahsulotni poddelkasidan ehtiyot bo'linglar va meni sahifamga mana shunaqangi ma'lumotlar uchun obuna bo'lib qo'yinglar.